Sizlar uchun arzon taklif. Aquaplast 2 xonali domlar, 3 metrli verandasi, ikkita ochilish, o'rtada bitta fortichkasi, tepa qismida yomg'ir o'tmasligi uchun kazirogi, podagonligi, bu yoq tomonda mana balkonga chiqish eshigi, podagonligi, fortichkasi, eshik ochiladi. Fortichkamiz ham ochiladi. Undan tashqari bu yoq tomonda kuxnyani romi, bir tomoni oddiy, ham yonga ham tepaga ochilish bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek chiroyli qilib ochib berdik. Spanni ham xuddi shu ko'rinishda. Yana bitta hammomli eshikchasi bor. Mana bu yoq tomonda. Tashqarisi gulli, ichkarisi ko'zgu aynaklari bilan jami 11 million so'mga qo'yib berdik. Kazirogi ichida bonus bo'ldi. Maqsad va harakat doim harakatda, bizni kuzatishda davom eting.